Assalomu alaykum barchaga, salomatmisizlar? Bugungi darsda biz nimani ko'rib chiqamiz? Bugungi darsda siz arab tilidagi harflarni oddiy holatda shakllarni o'rganib olish, ularni oson holatda eslab qolish va ularni yozuvda qaysi holatda yozilishi, ya'ni qanaqa holatda biz ularni oson holatda yozuvini ajratib olish holatlarini nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Qisqacha qilib o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Zakariya Sayyid. Arab tilida 12 yildan oshiq tajribaga egaman. 4-5 yildan beri offline va onlayn holatda nima qilaman? Dars berib kelaman. Shu kungacha 4000 dan ortiq o'quvchilarga arab tilini oson o'rganishlariga yordamchi bo'ldim. Bugungi darsda sizga ham foyda beraman degan umiddaman. Agar siz bu darsni oxirigacha ko'rmaydigan bo'lsangiz, nimalarni yo'qotishingiz mumkin? Birinchi navbatda arab tilidagi harflarni oson shakllarni o'rganib olish imkoniyatini yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi navbatda esa arab tilida harflar so'zlarga ko'chganda ularning shakllari o'zgaradi va o'sha shakllari o'zgarishini siz bilmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Mana shuni sizga 10 daqiqaga yetmagan holatda sizga o'rgatib qo'yaman. Birinchi navbatda oladigan bo'lsak, arab tilidagi harflar nechta shakldan iborat bo'ladi? O'zi arab tilida nechta harfimiz bor? 29 ta harf bor. Va 29 ta harfni biz oddiy 6 ta shaklda nima qilamiz? Eslab qolamiz. 6 ta shakldan tashkil topgan bo'ladi mana shu 29 ta harfimiz. Birinchi shaklimiz tayoqcha, ikkinchisi esa tovoqcha, uchinchisi esa kosacha, to'rtinchisi esa ilmoqcha, beshinchisi esa egri, oltinchisi esa qorincha. Mana shu 6 ta shakldan biz arab tilidagi barcha harflarni nima qilsak bo'ladi? Yasasak bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, mana bu birinchisi bizda bor edi, nima? Mana 1 berib ketaylik, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta shaklni oldik va 6 ta shaklda nima qilamiz dedik? Arab tilidagi barcha harflarni tuzamiz. Xo'p, birinchisini oladigan bo'lsak, qaysi harfdan boshlaymiz desak, misol uchun lam harfini olaylik. Bizda 1 bor edi, tayoqcha va 3 bor. 1 plus 3 nima bo'ladi? Lam harfi yasaladi. Keyingisini oladigan bo'lsak, ha harfini olaylik. Misol uchun bizda nima bor? 2 bor plus nima qilamiz? 5. Buni shunday teskari qilamizda, nima qilamiz? Mana bu 5 ni qo'shib qo'yamiz. Ha harfi yasaladi. Agar uni o'rtasiga bitta nuqta qo'yib qo'yadigan bo'lsak, jim, tepasiga bitta nuqta qo'ysak nima bo'ladi? Xo harfi yasaladi. Mana shuna qilib yasab olsak bo'ladi. Yana oson usullardan yana bittasini, masalan, sod yoki dod harflarini oladigan bo'lsak, sod harfini oladigan bo'lsak, bizda 6 bor va nima bor yana? Plus 3 bor. Sod harfiga nimani berdik? 3 ni qo'shdik. Mana shu holatda nima bo'ldi? Yasaldi. Buni ustiga bitta nuqta qo'yib qo'yadigan bo'lsak, dod harfi bo'ladi. To zolani ham oladigan bo'lsak, bizda qorinchamiz bor. 6 ga nimani qo'shamiz? 6 plus 1. Bu nima bo'ladi? To harfi yasaladi. Yoki boshqa harflarni oladigan bo'lsak, sin harfini oladigan bo'lsak, bizda mana bu 2 holatimiz bor edi. Bunga mana shu holat keltirib va nimani qilamiz? 3 ni qo'shib qo'yamiz. 3 plus 2. Mana shu holatni nima qilsak bo'ladi? Arab tilidagi harflarni yasasak bo'ladi. Yoki kaf harfini oladigan bo'lsak, kaf harfini oladigan bo'lsak, bizda 1 plus 2 alif va nima bor? Mana bu tayoqcha va nima bor? Tovoqchamiz bor edi. Tayoqcha va tovoqchani qo'shadigan bo'lsak, kaf harfi yasaldi. Mana shunday qilib siz nima qilsangiz bo'ladi? Har qanday harfni yasab olsangiz bo'ladi. Umumiy holatda arab tilidagi harflarning shakllari mana shulardan iborat bo'ladi. Ana endi esa arab tilidagi harflarni yozuv shakliga o'tamiz. Boyaganda biz nimani ko'rib chiqdik? Alifbo, ya'ni mustaqil holatdagi shakllarni ko'rib chiqqan edik. Endi esa ular yozuvga o'tganda qanaqa holat yozilishini nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz albatta. Xo'p, ko'pchilik o'ylashar ekan, arab tilidagi harflarni 28 tasi bo'lsa, o'shalarning 4 xil ko'rinishi bor. Yo'q. Aslida ularni shakllarini o'zgarish birozgina o'zgaradi, xolos bo'ldi. Ya'ni siz 28 ta harfni 4 xil ko'rinishini emas, balki asosiy joylarini yodlab oladigan bo'lsangiz, bilib oladigan bo'lsangiz, nima qilasiz? Osongina o'rganib olasiz va oson yodingizda qoladi. Ya'ni shart emas sizga 28 tani 4 ga ko'paytirib 112 ta ekan. Ya'ni zehningizga o'rnashtirib qo'yishingiz mumkin, 112 ta narsani men yodlab olishim kerak. Yo'q, unaqa emas. Arab tili mana shu joyda ham osonligini men sizga hozir isbotlab beraman. Birinchi navbatda nima qilamiz? Arab tilidagi harflarni shartli ravishda 3 ta tabaqaga ajratib olamiz. Birinchi tabaqa oliy tabaqa, ikkinchi tabaqa o'rta, uchinchi tabaqa esa quyi, ya'ni pastki. Pastki qatlam deylik. Mana shuni ajratib oladigan bo'lsak, birinchi navbatda nega oliy dedik? Mana shu joydan kelishi mumkin. Oliy.
Oliy bo'lishini sababi arab tilida harflarni shaklini o'zgartirmaydigan harflar bor. Ya'ni qanaqa holati bo'ladi desa, bu oliy harflar 6 ta bo'ladi. Birinchi harfimiz alif, keyingisi vav, keyingisi dal, zal, ro, za. Mana shu harflar nima ekan? Oliy tabaqadagi harflar ekan. Bular nega oliy bo'lib qoldi deydigan bo'lsak, bu harflar hech qanaqa shaklini o'zgartirmaydi. Qachon? So'zni avvalida ham, so'zni o'rtasida ham, so'zni oxirida ham umuman shaklini o'zgartirib qo'ymaydi. Siz buni qanaqa holatda ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa holatda kelaveradi. Yana bitta tarafi bor. Bu harflar o'zidan avvalgiga ulanadi, o'zidan avvalgini qo'lini ushlaydi, bog'lanadi. O'zidan keyingisi nima bo'lmaydi? Bog'lanmaydi. O'zidan keyingi nima qilmas ekan? Qo'l bermas ekan. Ya'ni keyingiga bog'lanmaydi. Mana shundan ham biz nima qilsak bo'ladi? Arab tilidagi harfni shaklini yodlab olsak bo'ladi. Ya'ni o'zidan keyingi qo'l bermayaptimi? Demak, u nima? Oliy tabaqadagi harf. Va mana shu shakllarni nima qilmas ekan? Umuman o'zgartirmas ekan. Mana shunga ham e'tibor beramiz. Ikkinchisi esa o'rta tabaqadagi harf. O'rta tabaqadagi harf qanaqa holatda bo'ladi desa, o'rta tabaqadagi harf bor yo'g'i o'zi ikkitagina to va nima? Zo harflari. To va zo harflari o'rtaga tushib qolishining sababi oddiy. Ya'ni bu harflar ham oliy tabaqadagi harflar kabi o'zini shaklini o'zgartirmaydi. Umuman o'zgartirmaydi. So'zni avvalida ham, so'zni o'rtasida ham, so'zni oxirida ham shaklini o'zgartirib qo'ymaydi. Bitta jihati bor, uni so'zni, ya'ni o'rta tabaqaga tushib qolishiga bitta jihati bor. Nima desa, bu harflar o'zidan avvalgiga ham, o'zidan keyingi ham ulanadi. Esingizda bo'lsa, oliy tabaqadagi harflar o'zidan avvalgiga bog'lanadi, o'zidan keyingi nima qilmasdi? Bog'lanmasdi. Ana endi o'rta tabaqadagi harf esa o'zidan avvalgiga ham, o'zidan keyingi ham nima qilar ekan? Bog'lanar ekan. Mana shu jihatini bilib qo'yadigan bo'lsak, juda ham oson holatda o'rganib olamiz. Demak, o'rta tabaqadagi harfimiz bor yo'q 2 ta, oliy tabaqadagi harflarimiz esa 6 ta. Mana shu 6 ta harfni yodlab oladigan bo'lsangiz, bilib oladigan bo'lsangiz va 2 ta o'rta tabaqadagi bilib oladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Umuman shaklini o'zgartirmaydigan harf hisoblanadi. Ana endi quyi tabaqadagilar keldik. Bizda nechta bor edi? Xo'p. 2 ta o'rta tabaqada, 6 ta nimada? Oliy tabaqada. Ikkalasini qo'shsak nima bo'ladi? 8 ta. Mana shu 8 tadan boshqa barcha harflar nima ekan? Quyi tabaqadagi harf, pastki qatlamdagi harf hisoblanar ekan. Endi bular nega quyi bo'lib qoldi desa, bu harflar mustaqil holati, misol uchun sin harfini olaylik. Sin harfi mana mustaqil holat, mana shu holatda bo'ladi. Endi esa so'zni avvali, so'zni o'rtasida esa bu nima qiladi? Asosiy qismini saqlab qoladi va quyi qismini nima qiladi? Tushirib yuboradi. Demak, shundan bilib olamizki, quyi tabaqadagi harflar 2 qismdan iborat ekan. Asosiy qismi, asosiy va nima? Qo'shimcha qismi. Qo'shimcha qismdan iborat ekan. Demak, so'zni boya aytganimizdek, so'zni avvalida bosh qismi, asosiy qismini saqlab qoladi. So'zni o'rtasida ham asosiy qismini saqlab qoladi va so'zni oxirida esa nima ekan? Umumiy holatiga qo'shimchasini nima qiladi? Qaytarib oladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, sin harfi so'zni avvalida nimasini tashlab yubordi? Mana bu qo'shimcha qismini tashlab yubordi. So'zni o'rtasida ham nimasini tashlab yubordi? Mana bu qo'shimcha qismini tashlab yubordi. Va so'zni oxirida esa umumiy shakliga nima qildi? Qaytib oldi. Har qanaqa harfni oladigan bo'lsak, misol uchun ta harfini oladigan bo'lsak, ta harfi mana bu holatda ko'rinishi, lekin so'zni avvalida nima qiladi? Qo'shimcha qismini nima qiladi? Tashlab yuboradi. So'zni o'rtasida ham qo'shimcha qismini tashlab yuboradi, so'zni oxirida esa nima? Qo'shimcha qismini olib olar ekan. Yoki sod harfi ni oladigan bo'lsak, sod harfi mana bu holatda yoziladi. Endi u so'zni avvalida kelsa mana bu holatda, so'zni o'rtasida kelsa mana bu holatda va so'zni oxirida esa mana bu holatda. Ko'rib turganingizdek, ikkala holatda qo'shimcha qismini tashlab yubordi va oxirida esa so'zni oxiri tugash holatida sod harfi ishtirok etganda umumiy qo'shimcha qismi va asosiy qismi bilan ishtirok etdi. Mana hozir siz bilan arab tilidagi harflarni oson o'rganish texnikalarining bittasini ko'rib chiqdik. Agar siz ham mana shunaqa oson usullarda o'rganishni xohlasangiz, men sizga o'zimni alif ya kursini taqdim etaman. Hozirda bu kursim uchun qabul yopiq, lekin siz pastda qoldirilgan link orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, maxsus sovg'alarga hamda chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Buni oxirigacha ko'rib tursangiz, albatta sizga aytib o'taman.
Bu kursimiz davomiyligi 2-2,5 oy bo'ladi. Kursimiz maxsus platformada olib boriladi. Bu kursimiz qanaqa holati bo'ladi desangiz, arab tilini noldan boshlab, arab tilidagi harakati bor istalgan kitob va matnlarni bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqadigan holatda bo'ladi. Ya'ni siz arab tilini noldan boshladingiz va istalgan kitobni olib, harakat bo'lsa, bemalol o'qiy oladigan darajaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Kursimizda ustozlar nazorati albatta bo'ladi. Ya'ni shogirdlikda an'anasida shunaqa bo'ladiki, doimiy holatda kimdir sizni nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Mana shu nazorat sizga ustozlar, ya'ni yordamchi kuratorlar tomonidan sizga doimiy holatda bo'ladi va sizni natijaga chiqishingizga tezroq bir yordam vosita bo'ladi. Shu narsalarga ham e'tibor beramiz. Keyingi esa boyagina aytib o'tganimdek, maxsus platforma. Bu platforma nafaqat ustozlar qolib, balkim bu o'zingiz yoki yaqinlaringizni ham siz nazorat qila olasiz. Qanaqa qilib desa, agarda bu platformada siz darsni ko'rmaydigan bo'lsangiz, keyingi darsga o'tmaydi. Va darsni ko'rish vaqtida uni qancha ko'rdingiz, qancha dars bilan bo'ldingiz va uyga vazifalarni topshirdingizmi, yo'qmi, barchasini mana shu platforma nima qiladi? Tekshirib boradi. Bu Telegram yoki boshqa narsa emas, balkim ilm uchun maxsus tayyorlangan platformalardan biri hisoblanadi. Undan tashqari esa siz kitobni boshqa joylardan qidirib yurmaysiz, balkim meni o'zim sizga shaxsan kitobni yuboraman, uyingizdan olib olasiz. Ya'ni kitob muammosi sizda bo'lmaydi, platforma muammosi bo'lmaydi, kitob muammosi bo'lmaydi. Hamda siz bilan offline bitiruv bo'ladi va bitiruvda esa siz agar kursni muvaffaqiyatli tugatadigan bo'lsangiz, albatta sizga sertifikat ham beramiz. Shuning uchun vaqt yo'qotmang, hoziroq pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.